Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va servis fanidan navbatdagi mavzumiz avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimi. Mavzumiz 4 ta rejadan iborat. Birinchisi rejali ogohlantiruvchi tizimning vazifalari va asoslari. Ikkinchisi avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash haqida nizom. Uchinchisi avtomobilga quvvati, yonilg'i tejamkorligi va tashqi muhitga ta'siri bo'yicha umumiy diagnoz qo'yish texnologiyasi. To'rtinchisi avtomobillar servisi va avtomobillarga xizmat ko'rsatishning umumiy tan olingan usullari. Navbatdagisi avtomobillarga firma usulida xizmat ko'rsatish. Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish tizimi ko'rsatish va ta'mirlash tizimining asosiy vazifasi 3 tadan iborat. Birinchisi avtomobillarni ishga yaroqli holda ushlab turish, ishdan chiqishini oldini olish va nosozliklarni bartaraf etish. Ko'pgina mamlakatlarda avtomobil transportiga texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirning rejaviy ogohlantiruvchi tizimi qabul qilingan bo'lib, unga quyidagi talablar qo'yiladi. Moddiy va ishlab chiqarish xarajatlarini kam sarflagan holda avtomobillarning ekspluatatsion xususiyatlarini saqlab turish. Texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirni rejaviy va tashkil eta oluvchi rejaviy me'yoriy xarakterga ega bo'lishi. Barcha avtomobil ekspluatatsiyasi korxonalari uchun majburiyligi. Barcha muhandis-texnik xodimlar uchun konkret va anglash mumkinligi. Ishlash sharoitiga qarab muayyan me'yorlarni bir maromdaligini va egiluvchanligi. Avtomobillarni har xil sharoitda ekspluatatsiyasini hisobga oluvchanligi. Texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mir ishlarini tashkil etish va uning me'yoriy asoslari respublikada avtomobillar transporti harakatidagi qismiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash nizomi bo'yicha bajariladi. Harakatdagi qismga texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mir nizomi asosiy hujjat hisoblanib, unga asosan barcha ishlar rejalashtiriladi va tashkil etiladi hamda qo'shimcha me'yoriy texnologik hujjatlar ishlab chiqiladi. Nizom 2 qismdan iborat. Birinchi qism harakatdagi qismga texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mir asoslaridan iborat bo'lib, birinchi qism harakatdagi qismga texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mir asoslaridan iborat bo'lib, u tizim va texnik siyosatni aniqlaydi. Bunda texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirning turlari, boshlang'ich me'yoriy ko'rsatkichlar, ekspluatatsiya sharoitlari va korrektirovka turlari, texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirni tashkil etish usullari va bajariladigan operatsiyalarning nomlari keltirilgan. Ikkinchi qismda har bir turdagi avtomobillar uchun alohida me'yoriy ko'rsatkichlar berilgan. Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mir nizomiga ko'ra avtomobillarga quyidagi tur texnik xizmat ko'rsatish ishlari belgilangan. Birinchisi kunlik texnik xizmat ko'rsatish, ikkinchisi birinchi texnik xizmat ko'rsatish, uchinchisi ikkinchi texnik xizmat ko'rsatish, uchinchisi mavsumiy texnik xizmat ko'rsatish. Birinchi, ikkinchi texnik xizmat ko'rsatish va mavsumiy texnik xizmat ko'rsatishda asosan tozalash, yuvish, quritish, tekshiruv, diagnostika, qotirish, sozlash, elektrotexnik, shina, akkumulyator, moylash va agregat mexanizmlar moylarini me'yorga keltirish va almashtirish ishlari kiradi. Tekshiruv diagnostika qo'yish ishlari davrida avtomobilning harakat xavfsizligini ta'minlovchi agregatlarning holati aniqlanadi. Texnik xizmat ko'rsatishdan avval diagnoz qo'yilib, ish hajmlari aniqlanadi. Texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirdan so'ng bajarilgan ishlarning sifati tekshiriladi. Bajarilgan ish hajmi, davriyligi, ish turlari, mo'ljallanganligi va texnik xizmat ko'rsatish, joriy ta'mir texnologik jarayonda tutgan o'rniga qarab diagnoz qo'yish ishlari 2 turga bo'linadi. Birinchi diagnostika va ikkinchi diagnostika. Birinchi diagnostikadan asosiy maqsad harakat xavfsizligini ta'minlovchi agregat va mexanizmlarni texnik holatini, tormoz boshqarmasi,
oldingi g'ildiraklarni o'rnatilish burchagi, yoritish asboblari kabilar tekshiriladi. Chiqindagi gazlar zararligini va yoqilg'i sifat sarfini aniqlashdan iborat. Ikkinchi diagnostikadan asosiy maqsad avtomobilni tortish iqtisodiy ko'rsatkichlari bo'yicha to'liq texnik holatni aniqlash va asosiy agregat, sistema va mexanizmlarning nosozligini aniqlashdan iboratdir. Ikkinchi diagnostika ikkinchi texnik xizmat ko'rsatishdan avval o'tkazilib, ish hajmi aniqlab olinadi hamda ishlar tugagach, uning sifati nazorat qilinadi. Ikkinchi diagnostika buyurtma bo'yicha joriy ta'mirdan oldin ham ish hajmini aniqlab olish uchun bajarilishi mumkin. Texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mir ishlarini o'tkazish uchun ma'lumotlar diagnostikalash jihozlari va ko'chma asboblar yordamida olinadi. Texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mir ishlarini bajarish davrida nosozliklarni aniqlash uchun operativ texnologik diagnoz qo'yish usuli qo'llanilib, bunda ko'chma asboblardan foydalaniladi. Ta'mirlash ishlari o'zining xarakteri va yo'nalishi bo'yicha qayta tiklash va joriy ta'mirlash kabi turlarga bo'linadi. Qayta tiklash ishlay olish qobiliyatini yo'qotgan avtomobil va uning agregatlarini keyingi qayta tiklash yoki sifatni safdan chiqqunchaga qadar buzilmasdan ishlashini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Avtomobil yoki uning agregatini qayta tiklashda yo'laklarga ajratish, tiklash va detallarni almashtirish, qayta yig'ish, sozlash va sinash ishlari bajariladi. Agregat mukammal ta'mirga uning o'zak va asosiy detallarini ta'mirlab bo'lgan taqdirda jo'natiladi. Joriy ta'mir avtomobil va uning agregatlarida paydo bo'lgan buzuqliklarni bartaraf etish va qayta tiklashgacha bo'lgan me'yoriy davrni yurishini ta'minlash uchun bajariladi. Avtomobillarni joriy ta'mirlashning quyidagi turlari mavjud. Avtomobillarni ishlash davrida joriy ta'mirlash, ishdan qaytgan avtomobillarni joriy ta'mirlash, haydovchi buyurtmasiga asosdan joriy ta'mirlash, texnik xizmat ko'rsatish davrida joriy ta'mirlash. Bajarilish joyi va ish xarakteri bo'yicha joriy ta'mirlash postlarida bajariladigan ishlar va ustaxonalarda bajariladigan ishlar. Postlarda bajariladigan ishlarga tekshiruv, nazorat, sozlash, qotirish, ajratish, yig'ish kabi ishlar kiradi. Ustaxonada bajariladigan ishlar quyidagilardan iborat: agregat ishlari, elektrotexnik ishlar, akkumulyator ishlari, ta'minot tizimi bo'yicha shina va kamera yamash ishlari, temirchilik ishlari, payvandlash ishlari, miskarlik ishlari, chilangar mexanik ishlar, kuzov ishlari shular jumlasidandir. Avtoservisning O'zbekistondagi rivojlanish tarixiga aytadigan bo'lsak, birinchi davr bu 65-yildan 70-yillargacha davrning ichiga qamrab oladi. Ikkinchi davr 71-yildan 81-yilgacha bo'lgan quraliqni oladi. Bu davrda avtoservisning rivojlanishi respublikamizda aholi avtomobil parkini keskin o'sib borishi bilan birga kuzatiladi. Bu davrda respublika avtoservisi butunlay yangi firma usulida xizmat ko'rsatuvchi Avtovaz Texxizmat va Kamaz Texxizmatlar kelib qo'shildi. Avtoservisning moddiy-texnik bazasi jiddiy ravishda mustahkamlandi. Uchinchi davr bu 1981-yildan 90-yillargacha avtoservisning rivojlanishi korxona tarmoqlari va tarkibining yanada o'sishi va ularning moddiy-texnik bazasini yanada mustahkamlanishi bilan belgilanadi. Avtoservis korxonalari tarmoqlarining o'sishi eng avvalo aksionerlik jamoalariga qarashli firma usulida xizmat ko'rsatuvchi Moskvich, Avtovaz Texobslujivanie, Avtozaz, Avtogaz va boshqa servis korxonalarining tashkil qilinishi va ishga tushirilishi bilan bog'liqdir. 4-davr bu 91-yildan 96-yilgacha bo'lgan vaqt avtoservisning rivojlanishida butun MDHdagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy tanazzul sababi turg'unlik, hatto chekinishlar yuz berdi.
ko'rsatilayotgan xizmatlar hajmi keskin kamaydi. Ko'pgina korxonalar, ayniqsa shirkat ustida tashkil bo'lganlari yopildi. Muhandis-texnik xodimlar, mutaxassislar va ishchilarning anchagina qismi ishdan bo'shab ketishdi. Chunki mamlakatning iqtisodiy va moliyaviy ahvoli juda murakkab holga kelib qolgan edi. 5-davr bu 96-yildan hozirga qadar sohada yana o'sish, xizmat turlari hajmining sezilarli o'sishi, ishlab chiqarishni texnik bazasining yanada mustahkamlanishi, mamlakatda iqtisodiy islohotlar o'tkazilishi sababli avtoservis korxonalari tarmoqlari va tarkibining yana kengayishi va o'sishi, kichik va o'rta biznes shaklida ishlovchi ko'plab xususiy avtoservis korxonalari, avtoustaxonalar, texnik xizmat ko'rsatuvchi postlarning keskin ko'payishi, mamlakatimizda avtomobilsozlik sanoatining ishga tushishi, UzDayo Avto va Samko'cha Avto kompaniyalari va ular tomonidan qayta qurilgan avtomarkazlar, dilerlik stansiyalarining ishga tushishi, sohada avtoservis bozori va uning raqobatning paydo bo'lishi. Avtoservis korxonalari quyidagilarga bo'linadi: avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, avtosavdo bazalari va do'konlar, avto saqlash joylari, avto ta'mirlash korxonalari. Avtomobillarga firma usulida servis xizmat ko'rsatishning 8 ta foydasi mavjud. Birinchisi, strategiyani tanlash. Ikkinchisi, mijozlar bilan aloqa o'rnatish, ular uchun qulayliklar yaratish. Uchinchisi, xizmat korxonasining o'z xodimlariga bo'lgan aniq va ravshan talabi. To'rtinchisi, uzluksiz ta'minlash tizimini yaratish. Beshinchisi, servis xizmati xodimlari malakasini doimo oshirib borish, o'qitish, nuqsonsiz ishlashga erishish. 7. Mijoz xizmatini baholovchi eng ishonchli hakam. 8. Ijodga yo'l ochish. Mana bugungi ma'ruzamiz mana shu bilan yakunlanadi. Ma'ruza oxirida mana 15 ta nazorat savollari bor. Keyingi darsga mana shu savollarni yaxshi o'qib, tayyorlanib borishlarini so'rayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.